Barcha O'zbekiston fuqarolarini quvontiradigan mavzu. Oylik va stipendiyalar qachondan oshishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hozir Avushda 5 Uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'lamini kengaytirish, fuqarolarning daromadlarini izchil oshirib borish siyosatini davom ettirish hamda ularning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish maqsadida ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Farmonga ko'ra, 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar va nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalar va moddiy yordam to'lovlari miqdori 10% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm etib, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa oyiga 1 ming so'm etib, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm etib, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib, fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ilovaga muvofiq belgilanadi. Shuningdek, 2025-yil 1-avgustdan boshlab budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 10% ga oshiriladi. Bundan tashqari, 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm etib, 2025-yil avgustdan boshlab esa mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 271 ming so'm etib, bazaviy hisoblash miqdorining 412 ming so'm etib belgilandi. Budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqlari, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori oshirilishi bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Shuningdek, ish beruvchilarga ish haqi miqdorini qonunchilik hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan holatda to'lashni ta'minlab, ish haqi miqdorini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoriga muvofiq oshirish tavsiya etiladi. Belgilanishicha, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hamda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan birgalikda ushbu farmonning maqsadi, vazifalari va undan kutilayotgan natijalari ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilish ishlari tashkil qilinadi.